Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Uzoq yaqindan kuzatayotgan bizning obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotgan musofirda yurgan aka-ukalarimizga alangali salomlar. Hop, sizlarga xudo xolasa oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz, faqat disli darvozalar, qimmat darvozalar obzorini qilib berildi. Bu safar budjetni narx qulayroq, o'sha qimmat darvozani savlatini beradigan Istanbulkani o'sha high-tech variantini, pechatni variantini gaplashib o'tamiz. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Video ko'rishdan oldin bir dona like bosib qo'yasizlar. Qulayroq darvoza qidirib yurgan insonlarga, yori do'stlarga videoni podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa, xudo xolasa darvozani tanishtirishni boshladik. Xo'p, o'sha bu high-tech fasondagi pechatni bir qavatli varianti. Materiallar tanishtirsak, ekon boshi 8 ga 6 1,5 stenka, tagi 8 lik shiviller, tepa qismi, bo'gash qismiga 8 ga 4 o'ta ajoyib shaklda skvashni qilib, lazerni fasondan qilib beriladi. Qimmat darvozaga ham shunaqa qilib beriladi, arzonga ham xuddi shunaqa. Birga bir xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Materiallar 6 ga 4 o'sha birlik stenkasi, listlari shu 1.3 variant bor. Oldin 1.2 bo'lardi, hozir 1.3 variant chiqdi. Xudo xolasa qonunlashtirilgan usulini varianti. Xo'p, qimmat darvoza qo'yib berilayotgan manaqa qo'llarni qo'yib beriladi, ruchkalarni, xudo xolasa. Xo'p, o'rta peshburuniga 3.2, addini kaltgan oldiga mana peshburuniga 2 ga 1 qalin. Mana nerjivekani o'sha qora glansiy variantda qo'yilgan. Endi bu zakazga chiqqan avvalambor. Aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Xo'p. Tepasiga lazer, mana arkalar joyiga ham lazer qilib berilgan, darvozani ko'rkini juda chiroyli holatda ochib beradi. Xo'p. Bu joylarga zamok qo'yib beradi. Zamokda manzilga, xonadoningizga borgandan keyin, shu joyga qo'ygandan keyin ko'zingiz oldingizda korobkada Zuber zamok qo'yib beriladi. Shu 6 ga 4 ga tushadigan Zuber zamok. Shu nerjiveriga ham shu qora variant. Qora varianti biroz qimmatroq yuradi. Lekin summasi bir xil. Misol uchun kimgadir kumush rangi, kimgadir tilla rang kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Kraskasi tanishtirsak, kraskasi Xli gruntobga, Xli krasachlari, Xli laksachlari. Kimgadir glansiy, kimgadir mate. Bu o'sha mate varianti. Summasi 8 ga keladigan bo'lsa, hammaga qiziq. Summasi 1 kvadrat metri hozirgi kunda shunaqa materialdan bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan chiqadi. Bu bir qavatlikda 600 ming so'mdan 750 ming so'mgacha variantlari bor. O'sha bu 600 ming so'm varianti. Endi yondoqlar shiviller bo'lsa, proflar o'sha 1.5 stenka bo'lsa, vibrali bo'lsa, agar summasi qilib, razitsiyasini qo'shib ketilaveradi, hisoblaveradi. Mana shu holatda, mana shu materialda bo'lsa 600 ming so'mdan dastlabki sunupkalari bilan mutlaqo tekin holatda olib borib o'rnatib beramiz. Shu 600 ming so'mlik varianti. Xo'p, keyingi darvozamiz ham biroz qimmatroq. Bunga qaraganda 650 ming so'mlik variant ko'rsatamiz. Dubayda o'sha yangilik variantda. Bu darvozamiz 3.5 ga 3.5 edi. Bu 3 ga 3.30 razmerga qilib berilgan. O'sha pechatnoyda o'sha Dubay varianti. Qimmat darvozam Dubay ham bor. Ya'ni kvadrat ularda 1.4 ming so'm chiqadi. Ularniki o'sha vibrali varianti 650 ming so'm chiqadi. Buni ham o'sha 2 yonbosh 8 ga 6, tag 8 deshibellar, profillar 6 ga 4 shu 1.2 stenka bo'ladi. Listlari shu 1.3 variant. Bu joylari nerjivekadan chiqadi. Mana bu joylar nerjivekadan chiqadi. Bunga o'sha qo'l qo'yib berilgan. Bu joyga desangiz, bu joyga ham qo'l qo'yib beradi. Asosiy Dubayda faqat mana shu joyda qo'yib beriladi. O'sha bu darvozamiz o'sha materiallari ham o'sha 1.2 bo'lgan, listlar ham 1.3 variant. Bunga ham o'sha Xli gruntobga sachladi, Xli lak, Xli krasachlari. Kimgadir mativi, kimgadir glansiy bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitirib beramiz. Bundan-da qimmat, bundan-da arzon darvozalarimiz bor. Aloqa chiqsalang, WhatsApp, Telegramda bor. Bemalol vibrlar tashlab beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yasizlar. Shunaqa arzon qulayroq darvoza qidirayotgan do'stlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.